16 sotuvga tushgan uchastkamizga baho bering. Atrofini bitta ko'rsating, bu archalarni, ziloniy zonalarini. Gap yo'q ekan. Yashil hududdan muammo yo'q, ko'rib turganingizdek. O'rtadagi mana fontanlarga bo'lsa, вообще alohida like bosib qo'ysizlar. Qaranglar bu hovlini, fasadini, uyini chiroyliligini. Sabrim chidamayapti, to'g'risi. Shu ichiga kirib, hozir o'sha gumbazni ko'ringlar birgalashib. Tayyormisizlar? Qani? Bismillah. Olib kiring bizani. Zo'r uy ekan haqiqatdan. Kiraverish hovlini qaranglar. Birinchi etajini o'zida 3 ta spalni, bitta kuxnyasi. Vaqtimiz yetganda jon deb ko'rsatardim. Podvolida bo'lsa, sauna, basseyn, letniy kuxnyasi bor. Letniy kuxnyasi, yana hayron bo'lmanglar, podvolda qanaqa qilib letniy kuxnya bo'lishi mumkin? Bo'lishi mumkin, tomi ochiq. Va gap yo'q. Bismillahi mashalloh. Buni ko'rsatmasangiz bo'lmaydi. Qarang, bu chiroyliligini. Lustrani qarang. Ana sizlarga va'da qilgan gumbazning ichi. Avvalambor barchalarga nasib qilsin shunaqa chiroyli uylar. Bo'lmaydi deb umid qilmanglar. Noumid shayton. Albatta bo'ladi. Inshaalloh duo qilinglar. Gap yo'q. Keling bitta zalni ko'rsataylik vaqtimiz yetgancha. Zalga qaranglar. Ajoyib qilingan bu uy. To'g'ri, remont endi eski emas-u, lekin bugungi high-tech remont emas. Ko'rib turganinglardek. Lekin do'stlar, haqiqatdan umid qilganlarga yaxshi niyat bilan bitta like bosib, orzu havasinglar amalga oshsin. Ilohim sizlarga mana shunaqa uylar nasib qilsin. Uy to'liq ma'lumotini video tagida qoldiramiz. Lider Estate'ga murojaat qilasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.